Assalomu alaykum. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda yoki sizning farzandingizda tunda uyquda o'z bilmagan holatda siyib qo'yish, ya'ni tungi enurez kasalligi bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, videoni diqqat bilan kuzating. Chunki bu video davomida bu kasallikning sabablari, agar vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, qanaqa oqibatlarga olib kelishi va dori-darmonlarsiz bu kasallikdan qanaqa qutulish haqida men tushuntirib beraman. Men Inoyat Masharipov, nevropatolog, reabilitologman. Oxirgi 8 oy davomida 500 dan ortiq bemorlarni davoladik. Shu tungi enurez kasalligi bo'yicha. Shulardan deyarli 80% bu kasallikdan butkul qutulishdi. Demak, tunda uyquda o'z bilmagan holatda siyib qo'yish, ya'ni tungi enurez kasalligi asosan bu bolalarda uchraydi. Lekin vaqtida davolanmaydigan bo'lsak, bu kattalarda ham uchrashi mumkin, ya'ni katta yoshgacha ham kuzatilishi mumkin. Masalan, bizning tajribamizda hattoki 19-20 yoshdagi turmush qurish yoshidagi qizlar, o'g'il bolalarning murojaati ham kuzatilgan. Hattoki 30, 35, 38 yoshdagi erkaklar va ayollarning murojaati ham kuzatilgan. Bu kasallik o'zi aslida 5 yoshgacha normal holat hisoblanadi. Ya'ni bu refleks bizda 2 yoshdan 5 yoshgacha shakllanishi kerak. Xo'p, endi sabablari. Bu yerda asosiy sabablardan bittasi, bu birinchi eng katta sabab hisoblanadi. Bosh miyada aynan siydik ajratishga javob beradigan markaz bor. Bu ya'ni tepa, bosh miya tepa sohasida joylashgan. Shu joyni rivojlanishdan nisbatan orqada bo'lishi, ya'ni bu joyni siydik pufagiga impuls berishini pasayishdan kelib chiqadigan sabab. Buni biz qanaqa farqlab olamiz? Bola bo'libdiki, pampersdan chiqmagan. O'sha pampersdan chiqish yoshida ham siyish davom etadi. 5 yosh, 6 yosh, 4 yoshdan beri ham siyadi, 10 yosh, 15 yoshgacha. Bu umuman pereriv bo'lmaydi. Ya'ni pauza bo'lmasdan siyib kelyapti bola. Yoshligidan to chaqaloqligidan siyib keladi. Bu aynan bosh miyaga bog'liq bo'lgan sababi. Buni bosh miyada nimaga bunaqa bo'ladi deb so'raydigan bo'lsak, endi ko'p holatlarda bu masala homiladorlikka borib taqaladi. O'sha homiladorlikdagi har xil kasalliklar, virusli kasalliklar bo'lishi mumkin, anemiya kasalliklari, biron bir mikroelementlarning yetishmovchiligidan shu joyda rivojlanish sal orqada bo'ladi. Keyingi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu boladagi jismoniy hamda psixologik stresslar bo'lishi mumkin. Bu hayot davomidagi har xil o'zgarishlar. Oddiy masala maktabni o'zgartirish bo'lishi mumkin. Maktabning u yoqqa moslasha olmaslik, muhitga moslasha olmaslik va oilaviy muhitdagi, ya'ni bu yerdagi ota-onaning orasidagi janjallar yoki qattiq urishish, bolani qattiq qo'rqishi hamda eng ko'p uchraydigan sababi bu ota-onalar ajrashishi. Ota-onalar ajrashgandan keyin bolada shunaqa siyvoqlik paydo bo'ladi. Bu ham eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi. Keyingi sabab bu genetik omillar. Ya'ni ota-onada tungi enurez kuzatilgan bo'lsa, bolada ham kuzatilishi mumkin. Bu degani tungi enurezi bor ota-onadan enurezli farzand tug'iladi degani faqat moyillik o'tadi. Qanaqadir faktorlar hayot davomida bu narsani qo'zg'atishi mumkin. Bu kasallik o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Biz kasallikni qancha erta hamda to'g'ri yo'nalishda boshlaydigan bo'lsak, shuncha osonlashadi. Bu kasallikni vaqtida davolamaydigan bo'lsak, boshqa kasalliklarga o'tib ketishi mumkin. Birinchi navbatda bola stress bilan o'sishni boshlaydi. Hatto qizlar turmush qurishdan qo'rqib qolishadi. Chunki oila qurgandan keyin ertaga bu katta oilaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Tushunyapsiz nima demoqchi bo'lganimni? O'g'il bolalarda bo'lsa, har xil urologik kasalliklar keltirib chiqaradi. Chunki har doim, har kuni siygandan keyin namda yotavergandan keyin o'sha jinsiy a'zolardagi surunkali shamollash kasalliklari va har xil shunga o'xshagan kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, eng muhim joyga keldik. Diqqat bilan eshiting. Bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Ha, albatta davolasa bo'ladi. Faqat o'z vaqtida to'g'ri muolaja qilish kerak. Nimaga bunaqa deyapman? Shunaqa bolalarni olib kelishadi 15-16 yoshda. Shu paytgacha davolatmagan joyi qolmagan, qilmagan ish qolmagan. Yaqinda bittasi aytib beryapti. Yangi so'yilgan molni oshqozoniga 2 soatga bolani tiqib qo'yishgan. Hatto shu darajagacha borishgan. Biz hech qanday dorilarsiz faqat TMS apparati yordamida 4 kurs lecheniya qildik. Shuncha yillik muammolardan bittada qutulishdi. Yuqorida aytganimdek, shu paytgacha 500 dan ortiq bemorni davoladik tungi enurez bilan. Shulardan deyarli 80% bu kasallikdan butkul xalos bo'ldi. TMS apparati bilan qanday davolanadi? Sodda qilib tushuntiraman. Sog'lom odamda tunda hojatga chiqqisi kelsa, bosh miyada shunga mas'ul nerv harakatga keladi hamda turib borib keladi. Tungi enurez bilan xastalangan bemorlarda esa aynan shu soha ham uxlayotgan bo'ladi. Biz TMS apparati yordamida shu sohani qo'zg'atamiz hamda tungi enurezdan
tezroq qutulishga olib keladi bu holat. TMS apparati mutlaqo og'riqsiz va zararsiz hisoblanadi. Davolash minimum 4 kursdan iborat bo'ladi. Har bir kurs oralig'i 20 kundan iborat. Shu o'rinda savol tug'iladi. Birinchi kursdan ham keyin ham tuzalishi mumkinmi? Ha, ayrim bemorlarimizda birinchi kursdan keyin ham tuzalish yuzaga keladi, siyish to'xtaydi, lekin 4 ta kursni olish shart. Chunki birinchi, ikkinchi kursdan keyingi natijaga ishonib bizlar to'xtab qoladigan bo'lsak, keyinchalik bu narsa yana qaytalanadi. Shuning uchun bu kasallikdan butkul qutulish uchun 4 ta kursni olish shart. Bu muolaja klinikada yotib olinmaydi, qatnab olinadi. Har bir muolaja o'rtacha 20 daqiqa davom etadi. Muolajani narxiga keladigan bo'lsak, mana ekraningizda ko'rsatilgan har bitta seans hamda har bitta kurs narxlari. Hozir sizga ayrim bizda davolanib ketgan bemorlarning ota-onalarining fikrlarini ko'rsatib o'taman. Bizning manzil Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani 43-A uyida Promet klinikasida joylashgan. TTZ bozor atrofida. Boya aytganimdek, bu muolaja qatnab olinadi. Viloyatdan kelganlar uchun klinikamiz atrofida arzon ijaraga qo'yadigan uylarni topishingiz mumkin. Bizda davolanish navbat asosida bo'ladi. Ya'ni ekran pastda ko'rsatilgan telefon raqamiga Telegram orqali bemorning ism, familiyasi, telefon raqami hamda taxminiy kelish vaqtini yozdirib navbat asosida kelishingiz mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandingizning sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang.